Mana hozir biz Guzarbod hududidagi Ergashev Qalman fermer xo'jaligi rahbari Bahodirjon bilan shu yerda birgalashib, mana vazirimiz berilgan topshiriq va takliflarga asosan shu yerda mana toza dala tashkil qilish maqsadida dala chetidagi bakalashka bormi, qog'oz bormi, hammasini yig'ib ko'ryapmiz. Haqiqatan bu o'zimiz bu narsaga e'tibor qaratmagan ekanmiz. Mana hozir 15 metr joyda bo'ldi. Mana shu 2 qopga yaqin musor chiqyapti. Buni e'tiborsiz bo'lgan ekanmiz. Bu to'g'ri taklif narsa ekan. Haqiqatan ham mana buni biz barcha bugun ertalabki yig'ilishda tumanimizdagi barcha fermer xo'jaliklari qatnashib buni eshitdi. Hozir rayonda qatnashgan shu 78 ta paxta g'alachilik fermer xo'jaliklari tashkil qilinyapti bu narsalar. Hozir mana birinchisi men o'zim bu yerga keldim. Tumandagi boshqa qishloq xo'jalik tashkilotlari rahbarlarini har joyga bo'lingan o'sha taraflardan ham ishlar tashkil qilinyapti. Bu narsani to'xtatmaymiz. Oxirigacha yetkazish harakatini qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.